qarang. Qizaloq hech kimga xalaqit bermay, shiringina o'tirib multshou ko'ryapti. Yaxshiyam telefon bor. Bahonada ota-onalar ishlarini qilib olishadi. Bolaga esa ovunchoq bo'ladi. Deb o'ylaysizmi? Beozorgina ko'ringan bu multfilmlar aslida rostdan ham bezararmi? Biz tinchlanishi uchun bolalarga qo'yib berayotgan videolar ortida tonnalab ziyonlar bor desam, ishonasizmi? Multfilmlarning farzandingizga qanday zararli tomonlari bor? Qanday qilib kompaniyalar bolalarni ekran qaramlikda ushlab turishadi? Multfilm ko'radigan va ko'rmaydigan bolalarning rivojlanishida qanday farqlar bor? Ushbu videoda aynan shu haqida gaplashamiz. Bolalarning umumiy salomatligiga, miyasiga, fikrlashiga va hattoki xulq-atvoriga bilintirmasdan salbiy ta'sir o'tkazadigan omillardan biri bu multfilmlardir. Bir qarashda multfilmlar onalar uchun juda zo'r yordamchi. Bola jim o'tiradi, to'polon qilmaydi, injiqlanmaydi. Ona esa shu fursatdan foydalanib, ba'zi ishlarini bitirib oladi. Ulgursa dam oladi. Bola vaqtincha bugun jim o'tirish mumkin. Sizning ham boladan ko'ra muhimroq darajaga qo'ygan ishlaringiz bitib qolar. Lekin farzandingizning hozirgi sof miyasi, hozirgi yoshi va sizga nisbatan hozirgi muhtojligi qaytib kelmaydi. Bu aniq. Xo'sh, nima bo'pti? Bolam multfilm ko'rib kasal bo'lib qolmadi, tengdoshlaridan ham orqada emas, hammasi joyida, ortiqcha vohma qilyapsiz degan haqli fikr tug'ilishi mumkin. Keling, multfilmlar bizga bilintirmasdan keltiradigan zararlarni ilmiy tomonlama ko'rib chiqamiz. Diqqatning parchalanishi. Tez-tez almashadigan kadrlarga to'la multfilmlar bolalardagi e'tibor kuchini o'ldiradi. Masalan, Cocomelon kabi qo'shtirnoq ichidagi ta'limiy, mashhur multshoularda kadr har 1-3 soniya ichida o'zgaradi va bu kadrlar juda tez, yorqin harakatlar bilan boyitilgan. Eng uzun kadr atigi 6 soniya davom etadi. Keling, tekshirib ko'ramiz. 1 2 1 2 1 1 2 3 Cocomelon kabi kanallar o'z-o'zidan milliardlab ko'rishlar soni yig'ayotgani yo'q. Uning ortida puxta o'ylangan reja, bolalarni ekranga mixlash uchun harakat qilayotgan psixologlar turibdi. Go'dak bolaning miyasi, ayniqsa ilk yillarda ko'rayotgan narsasini idrok qilmagani uchun uni qayta-qayta ko'raveradi. Ushbu multshoular tayyorlanishida bolalar ustida tadqiqot qilinadi. Bolani ikkita ekran oldiga o'tirg'izib qo'yiladi. Birinchi ekranda Cocomelonning yangi ishlanayotgan videosi, ikkinchisida esa odatiy, hayotiy video bir vaqtda qo'yib beriladi. Agar bola Cocomelonni ko'rib turib, diqqatini boshqa ekranga qaratsa, darrov multserialning o'sha joyi tahrirlanadi va bolaga qayta qo'yib beriladi. Bu holat bola ko'zini uzmay, rolikni ko'rgunicha davom etaveradi. Katta odamlar Instagram va TikTokda qanday ushlab turilsa, bolalar ham multfilmlarda shunday qisqa kadrlar bilan ushlab turiladi. Bu esa bolaning miyasi doimiy stimulyatsiyaga o'rganib qolishiga sabab bo'ladi. Keyinchalik esa oddiy hayotdagi sekin voqealar zerikarli tuyulishi mumkin. Ekranlarga mukkasidan ketib, qaram bo'lib qoladi. Real hayotdagi real jarayonlarga sabrsiz bo'lib boradi. Bir o'yinchoqni 5 daqiqa davom ettirib o'ynamaydi. Gul ekib, uning unib chiqishini kutmaydi. Kitob o'qishni zerikarli deb rad etadi. Navbat kutish yoki biror ishni shoshmasdan bajarishga chiday olmaydi. Ranglar esa maksimal kontrast bilan beriladi. Ulardan ham to'yinganroq, yorqinroq kontrast rangni hosil qilish mumkin emas. Eng maksimumidan foydalanishadi. Bunday yorqin ranglar odatda ogohlantirish va bildirishnomalar uchun ishlatiladi. Ya'ni kattalarni bizni qarmoqqa ilish uchun. Chunki bunaqa ranglar diqqatni tortib, hushyor holatda ushlab turadi. Mana shuning uchun ham qimorxonalarda o'yin apparatlarida ranglar maksimal qarama-qarshi ishlangan. Maqsad o'yinchi bor e'tiborini o'yin avtomatiga qaratsin, ko'proq o'ynasin, ko'proq pulini shilib olaylik. Shu darajada e'tiborni jalb qiladigan kadrlarga o'rganib qolgan bola doimo tez chalg'iydigan, me'yordan ortiq harakatchan va hatto g'azab hissi kuchayib ketishi mumkin. Bu esa tabiiyki xulq-atvorga oid. Buni esa alohida ko'rib chiqamiz. Hozir esa 2011-yilda o'tkazilgan tadqiqot natijalari bilan tanishamiz. Olimlar 4 yoshli bolalarni tasodifiy tarzda 3 ta guruhga ajratishadi va har bir guruhga 3 ta har xil mashg'ulot tayinlanadi. Birinchi guruhga kadrlari tez almashadigan, yorqin, yuqori templi multfilm tomosha qilish grafikda yashilda ko'rsatilgan.
Ikkinchisiga nisbatan sokin, ta'limiy multfilm bu grafikda qizil ustun bilan ko'rsatilgan. Va uchinchi guruhga shunchaki rasm chizish grafikda moviy ustunda belgilangan. Uchala guruhda ham mashg'ulotlar bor yo'g'i 9 daqiqa davom etdi. So'ng bolalarga o'zini boshqarish, diqqat, xotira va vazifani oxirigacha tugata olish ko'nikmalarini o'lchovchi topshiriqlar berildi. Natijani esa grafikda ko'rishingiz mumkin. Yashil ustun, ya'ni tez almashadigan multfilm ko'rgan bolalarda barcha ko'rsatkichlar faqat minusga qarab ketgan. Qizil ustun, ya'ni nisbatan sokin multfilm ko'rgan bolalarda ham holat unchalik yaxshi emas. Shunchaki rasm chizgan bolalar deyarli barcha ko'rsatkichlarda oldinlab ketishgan. Demak, jimgina hayrat bilan ekranga tikilib o'tirgan bolaning diqqati, xotirasi, o'zini boshqarish ko'nikmasi o'lib boryapti. Nutqning rivojlanmasligi. Boshqa tomondan esa multfilmlar bolalar nutqi rivojlanishidan ham to'sadi. Chunki real muloqot kamayadi. Ekranda real hayotdagi tabiiy suhbatlar o'rniga bir xil so'zlar takrorlanadigan qo'shiqlar va yuqori tempdagi dialoglar bo'ladi. Bu degani bolaning faol muloqotga va so'z boyligini kengaytirishga imkon beruvchi vaziyatlar kamayadi. AQShda o'tkazilgan tadqiqotda aniqlanishicha, har 1 soatlik bolalar uchun mo'ljallangan video tomosha qilish bolalar yangi so'zlarni 6-8 taga kamroq o'rganishiga olib keladi. Ularning umumiy nutq ko'nikmalari ekran tomosha qilmaydigan bolalarga qaraganda taxminan 10% past bo'ladi. Ya'ni Cocomelon kabi foydali deb e'lon qilingan animatsiya dasturlari bolalarning lug'atini boyishini sekinlashtiradi. Chunki bola passiv iste'molchi sifatida ekranga termuladi. Soddaroq qilib aytganda, farzandingiz 1 soat multfilm tomosha qilsa, shu 1 soatda u hech kim bilan gaplashmaydi. Natijada bu nima, bu qayerda kabi oddiy savollarni kamroq beradi. Yangi so'zlarni o'zlashtirishi sekinlashadi. Gap tuzishda qisqa, buzilgan iboralardan foydalanishni boshlaydi. Bolalar ekran oldida tursa, ota-onasi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqoti kamayadi. Animatsiyalar bolalar bilan yuzma-yuz muloqot o'rnini bosa olmaydi. Muntazam film yoki video ko'rish, mutolaalar o'rnini bosa olmaydi. Ularning o'rniga to'g'ridan-to'g'ri suhbat, kitob o'qish yoki muhit bilan bevosita tanishish bolalarni kengroq so'z boyligi bilan ta'minlaydi. Bolalardagi hissiy va xulq-atvordagi muammolar. Bolalar ekrandagi yorqin tebranuvchan olamdan haqiqiy dunyoga qaytganda tushkunlik yoki tartibsizlik his qiladi. Masalan, ota-onalar tomonidan juda ham ko'p kuzatiladigan holat bor. Bola ekrandan mahrum qilinganda panikaga tushib qoladi. Chunki hali bolalarda nazorat shakllanmaganligi uchun ekranga qaramlik juda tez ildiz otgan bo'ladi. Kap-katta odamlar kaftdek ekranga oson qaram bo'layotgan davrda bolalar haqida uzoq gapirish shart emas. Tadqiqotlar ham shu fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Bolalar va ekran munosabatlarini o'rganuvchi meta-tahlil ekran oldida ko'p vaqt o'tkazish ijtimoiy emotsional muammolar bilan bog'liqligini aniqlagan. Ya'ni bolalar ekranga mixlanib o'sib ulg'ayar ekan, ularning xulqi va hissiyotlarini boshqarish qobiliyati zaiflashadi. Multfilmlar xulq-atvorga qanday ta'sir qilishini juda mashhur, hammaga tanish bo'lgan Masha va ayiq multfilmi misoli sifatida ko'rib chiqsak bo'ladi. Asosiy qahramoni Masha juda faol. Psixologlar eslatishicha, uning juda ham faol fe'li bolalarda ham shunday tarang va keskin reaksiya uyg'otishi mumkin. Chunki bolalar dastlabki yillarda hamma narsaga taqlid qilishadi. Montessori tizimiga ko'ra, bolalarda tanqidiy va tahliliy fikrlash ko'nikmasi 6 yoshdan keyin yaxshiroq rivojlanadi. Tom va Jerry multfilmida esa muntazam ravishda zo'ravonlik, shafqatsizlik sahnalari ko'rsatiladi va yomon odatlar namoyish etiladi. Eng qizig'i, hech kim qilmishi uchun javobgarlikka tortilmaydi. Bu multfilmda bolaga namuna qilib ko'rsatish mumkin bo'lgan birorta insoniy axloq elementlari mavjud emas. Faqat buzg'unchilik, qo'shtirnoq ichidagi shustrillik olqishlanadi. Bola ongiga tushgan barcha hayotiy taassurotlarni baholamasdan o'zlashtiradi. Shimuvchi ong. Qabul qiladigan, tanqid qilmaydigan, rad etmaydigan, reaksiyasiz. Uchraydigan hamma narsani singdirib, uning kelajakdagi shaxsiyatini qurib boradi. Bolalar miyasining shu qadar gubkadek shimuvchi ekanligi ham quvonchli, ham qo'rqinchlidir. Quvonchliligi, biz erta yoshdan bolamiz miyasiga eng fundamental asoslarni qo'ya olamiz. Faqat yaxshi va bola uchun foydali narsalarni bera olsak, marra bizniki. Aksincha, bola yomon narsalar, yomon muhit, masalan Masha, Tom va Jerry kabi agressiv qahramonlar bilan qoldirilsa, uning miyasiga shu narsalar o'rnashadi. Bizga omonat berilgan farzandlarni to'g'ri yo'naltira olishimiz eng katta mas'uliyatlarimizdan biridir.
xulqqa ta'sir o'tkazish borasida G'arb multfilmlarida yashirincha singdiriladigan insoniylikka zid yot g'oyalar haqida so'z ochmadik hali. Bu juda ham katta, alohida mavzu. Masalan, qachondir bolalar multfilmini ko'rib turib, nahotki shu bolalar uchun bo'lsa, deb qolganmisiz? Qiz qurbaqadan bo'lsa olsa, u shahzodaga aylanishi kerakmi yoki Tom va Jerry sevgilisi rad etgani tufayli mast bo'lib o'zini poyezd tagiga tashlamoqchi bo'ladi. Bu holat bora-bora o'yinchoqlarda ham aks etmoqda. Beozorgina bu o'yinchoqlarda ning bayrog'i aks etgan. Bu yot g'oya singdirishning eng yengil ko'rinishi hisoblanadi. Multfilm dasturlari bolalarning ijtimoiy o'zaro munosabatlarini cheklaydi. Idealida bolalar tabiatda va sinfda boshqa bolalar bilan o'ynashganda navbat kutish, hamjihatlik, yordam berish kabi ko'plab ijobiy ko'nikmalarni egallashi kerak. Ekran oldida esa ko'pincha yolg'iz yoki ota-onasi bilan qisman audiovizual muhitda qolib, bunday xulq ko'nikmalarini egallay olishmaydi. Kanadada o'tkazilgan bir tadqiqotda ekranda ko'p vaqt o'tkazgan bolalarning ijtimoiy mahorat reytingi ancha pastligi, fikrni tushuntirib yetkazib berish ko'rsatkichlari keskin kamaygani, beparvolik ballari esa oshgani ma'lum qilingan. Boshqacha aytganda, ekranlarga termulib ovqatlantiriladigan bolalar o'z fikrini ifodalashda qiynaladi. Qoidalarga rioya qilishga, intizomga uncha mas'uliyatli bo'lmaydi. Hatto mayda tanqid va janjallarda ham tez g'azablanib ketadi. Shuning uchun ham ularda ijtimoiylashish ancha qiyin kechadi. Bog'chada yoki ko'chada boshqa bolalar bilan o'ynayotganda navbat kutish, o'rtoqlashish kabi oddiy qoidalarni tushunmaydi. Tortishuvga tez kirib qoladi. Murosaga kela olmaydi. Boshqalarning hissiyotini tan olmaydi, anglamaydi. Eng zamonaviy xavflardan biri bu sun'iy intellekt videolardir. Bugun bolalar ko'rayotgan kontent faqat Cocomelon, Masha va ayiq yoki Sini traktordan iborat emas. Hozir bolalar oldida yana bir xavf paydo bo'ldi. Sun'iy intellekt orqali yaratiladigan real hayotga zid, g'alati mutatsiyalangan obrazlar. Masalan, mushuk boshli timsoh, odam tanali bo'ri, neon rangli shercha, uch ko'zli chaqaloq, odamning tanasi lekin hayvonning boshi. Bu videolar juda tez tarqalmoqda. Chunki sun'iy intellekt juda oson yaratadi. Lekin bolalarning miyasiga ta'siri haqida hech kim o'ylayotgani yo'q. Ular bu videolarni hech qanday cheklovlarsiz ko'rishyapti. Bunaqa videolar orqali bola real va norealni farqlay olmaydi. 0-6 yoshdagi bolada bu haqiqiy emas degan mexanizm hali yo'q. U ko'rganning hammasini haqiqat sifatida qabul qiladi. Farzandingiz YouTube ko'rayotganda uni kuzatib ko'ring. Shortsga o'tishi bilan uni shunaqangi sun'iy intellekt videolari tuzoqqa tushiradi. Mushuk boshli odam yoki ikki boshli chaqaloq ko'rganda miyada chalkashlik paydo bo'ladi. Real dunyo haqidagi tasavvuri buziladi. Haqiqat va xayol o'rtasidagi chegara yo'qoladi. Bu juda ham xavfli. Bola real muhitda haqiqatga tayangan holda o'sishi kerak. Chunki abstrakt fikrlash 6 yoshdan keyin yaxshi rivojlanadi. Ko'pchilik bu tasavvurni ochadi deb o'ylashi mumkin. Aslida sun'iy intellekt tasavvurni emas, tasavvurning o'rnini bosadigan tayyor sun'iy dopamin beradi. Natijada esa bola o'zi tasavvur qila olmaydi. Tabiatdan, odamlar bilan o'yinlardan lazzatlanmaydi. Har doim yana ham g'alatiroq vizual izlaydi. Bu esa tasavvurning kengayishi emas, tasavvurning yemirilishidir. Bugun ota-onalarning oldida yangi vazifa bor. Farzandini ekranlar yo'qotayotgan bolalikdan, sun'iy dunyodan, noreal vizuallardan asrash. Bolaga real hayot kerak, tabiiy muhit kerak. Atrof muhitdan o'zi mustaqil o'rganishi kerak. 2026-yilda internetdagi videolarning 90%ni sun'iy intellekt kontent egallashi taxmin qilinmoqda. Endi haqiqat va yolg'onni ajratib olish nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham qiyinlashib ketadi. G'arazli niyatli odamlar esa manipulyativ videolarni tarqatishi umuman ehtimoldan xoli emas. Hatto tarixiy faktlar soxtalashtirilishi mumkin. Bu esa endi ulg'ayotgan avlod bolasini tarix va voqelikni butunlay buzib tushunishi, ko'r-ko'rona qabul qilishiga yetaklaydi. Manbalarni izlash, ma'lumotlarni solishtirish, tanqidiy baholash ko'nikmalari rivojlanmasdan avval tag tugi bilan yo'qoladi. Ekranlarga mixlangan bolalarning uyqusi bilan ham muammolari ko'p bo'ladi. Agarda kechga yaqin televideniya ko'rsa yoki qo'liga gadjet tuttirib qo'ysangiz, ekran nurlari uyqu garmoni bo'lgan melatoninga xalal beradi.
Oqibatda bola uxlagisi kelmaydi, ko'p injiqlanadi. Bir amallab uxlaganda ham uyqu sifati juda ham yomon bo'ladi. Tez uyg'onib ketaverishi yoki uyqu ichida ham injiqlanib uxla olmasligi va bundan qiynalishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, ko'rinishidan beozorgina tuyulgan multfilmlar ortida katta kompaniyalar farzandingiz diqqati uchun kurashyapti. Bu orqali milliardlab pul ishlashmoqda. Farzandingizning vaqtini, hissiyotlarini, rivojlanishini ekranlar bilan to'xtatib qo'ymang. Ularni real hayotda yashashlariga, potensiallaridan foydalanishlariga imkoniyat yaratib bering.